O'zbekiston hududida Toshkent teleminorasidan avvalroq ham metaldan yasalgan minora mavjud bo'lganligini bilarmidingiz? Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Ko'rib turganingiz Shuxov minorasi. Ushbu minora qadim Buxoro shahrida. Hukmdorlar qarorgohi bo'lmish Ark saroyining ro'parasida 1927-1929-yillarda rus arxitektori Vladimir Grigorovich Shuxov tomonidan bunyod etilgan. Ushbu minoraning qurilishidan asosiy maqsad esa Buxoro shahrini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash edi. Mazkur inshootning metal konstruksiyasi Moskva zavodlarida tayyorlangan. 1968-yilda katta yong'in bo'lib o'tadi va ushbu minora yaroqsiz holatga keladi. 1990-yillardan boshlab esa minoraning yuqori qismida restoran ish boshlaydi. 2019-yildan boshlab Shuxov minorasining yuqori qismi xorijlik va milliy turistlar uchun tomosha maydonchasi vazifasini bajarib kelmoqda va Buxara Tower nomi bilan mashhur.